Avval ayol men ham ishlayman deydi. Keyin esa moliyaviy urush boshlanadi. Oila buzilishi ko'pincha pul yetishmasligidan boshlanmaydi. U ko'pincha bitta qarordan boshlanadi. Uyda zerikaman, men ham ishlamoqchiman. Men ham rivojlanishni xohlayman. Sizga yordam beraman. Erkak rozi bo'ladi, bahslashmaydi, taqiqlanmaydi. Chunki u seni sindirishni istamaydi. U seni yo'qotishni istamaydi. U seni baxtsiz ko'rishni istamaydi. Va tamom, qaror qabul qilinadi. Keyin kelishuv boshlanadi. Pul umumiy, xarajatlar birga, uy ishlari teng. Zamonaviy oila. Hammasi adolatli. Lekin ichki jarayon boshqacha kechadi. Sen ishga chiqasan, yangi muhit, yangi odamlar, yangi ritm. U esa jim, lekin ichida doimiy xavotir. Erkak aytmaydi, lekin o'ylaydi. U himoya qilmoqchi, lekin himoya qila olmaydigan maydonga seni o'zi chiqarib qo'yganini his qiladi. U energiya yo'qotadi. U ichki xotirjamlikni yo'qotadi. U o'z pozitsiyasini sekin yo'qota boshlaydi. Oradan vaqt o'tadi va bir kun gap o'zgaradi. Men ham ishlayman, men ham pul topaman, men ham charchayman. Agar meni to'liq ta'minlasang, ishlamasdim. Mana shu joydan moliyaviy urush boshlanadi. Chunki ishlash sening tanloving edi. Kelishuv sening tashabbusing edi. Tenglik sening talabing edi. Lekin endi bu hammasi ayblovga aylanadi. Erkak pul yo'qligini ko'tara oladi, qiyinchilikni ham, lekin u o'zining o'rnini yo'qotishni ko'tara olmaydi. U o'zini kerak emasdek his qilishni ko'tara olmaydi. Eng achinarlisi, masala ko'pincha pulda ham emas. Agar u seni to'liq ta'minlasa ham, sen baribir ishlashni tashlamasliging mumkin. Chunki bu zerikish masalasi, bu ambitsiya masalasi, bu o'zingni yo'qotmaslik masalasi. Lekin keyin shu tanlov qurolga aylanadi. Oila kompaniyaga aylanadi. Mening pulim, sening puling, kim ko'proq topdi? Hisob-kitob mehrni yeb qo'yadi. Avval rol o'zgaradi. Keyin hurmat siljiydi. Keyin ichki so'yiklik paydo bo'ladi. Oxiri esa tamom bo'ladi. Oila ayol ishlagani uchun buzilmaydi. U kelishuv buzilgani uchun buziladi. U tanlov ayblovga aylangani uchun buziladi. Savol shunda: sen haqiqatdan ishlashni xohladingmi yoki zerikkan qalbingni davolash uchun oilaning ichki muvozanatini qurbon qildingmi?